Bob. Sabr haqiqati. Sabr matonat, qiyinchiliklardan, to'siqlardan sobit qadamlik bilan mardona o'tish, shikoyatdan voz kechish, nolimaslik, nafsning turli o'jarliklaridan tiyilish, g'azabni yutish, jasurlik, keng fe'llik, saxovat, oliy himmatlikdir. Zunnun Misri shunday deydilar. Sabr shariatga nomuvofiq ishlardan uzoq yurishing, boshingga musibat tushganida xotirjam bo'lishing, shuningdek qashshoqlik kelganida o'zingni farovon, to'kin yashayotgan kishiday ko'rsatishing va yordam so'rab faqat Allohga yolvorishingdir. Demak, musibat yetganida o'z holimizni nazorat qilishimiz, hatto do'stlar oldida ham o'zimizni mo'tadil tutishimiz sabr alomatlaridan ekan. Shuningdek, xoh yaxshilik, xoh yomonlik kelganida kishi kayfiyatining o'zgarmasligi ham sabrning alomatidir. Sabrning fazilati va savobi. Alloh sabrlilarni o'z lutfu karami bilan mukofotlab, xos bandalaridan ayladi. Yaratgan Zumar surasining 10-oyatida shunday marhamat qiladi. Albatta, sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz, to'liq berilur. Alloh payg'ambari sollallohu alayhi va sallamga amr etdi. Bas, chiroyli sabr qil. Ma'orij surasi 5-oyat. Boshiga balo, musibat tushgan odamlar orasida ichki iztirobini bildirmay, o'zini odatiy tarzda tutsa, u go'zal sabr etuvchilardandir. Alloh mo'minlarga o'z nafslari bilan kurashishda, shuningdek, odamlar bilan o'zaro munosabatda sabr ko'rsatishlarini buyurdi. Ey iymon keltirganlar, sabr qiling, sabrda ustun keling, qo'riqchilikda shay turing va Allohga taqvo qiling. Shoyatki zafar topsangiz. Oli Imron surasi 200-oyat. Alloh qo'llab-quvvatlamasa, banda sabr etolmasligini ham Allohning o'zi uqtiradi. Sabr qil, sening sabring faqat Alloh ila bo'lur. Nahl surasi 127-oyat. Sabr fazilatini Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tushuntirganlar. Sabr dinning yarmi, haqiqiy ilm va komil ishonch esa dinning hammasidir. To'liq dindir. Alqamadan rivoyat qilingan Bazzor rivoyati. U zot sollallohu alayhi va sallam shuningdek yana aytadilarki, musibatda sabr etib, Alloh lutfidan umid qilib rizolik ko'rsatish qullar ozod etishdan ham afzalroqdir. Imom Suyuti rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Musulmonning sabri va duosi naqadar go'zal qurolidir. Ibn Abbos rivoyat qilgan. Allohning elchisi sollallohu alayhi va sallam dedilar: Ibodatlarning qadrlisi qiyinchilikdan so'ng mo'llik, yengillik kelishiga umid qilish va ishonishdir. Tabaroniy rivoyati. Sahobiy Hazrat Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu marhamat etadilar. Iymon uchun sabr tan uchun bosh kabidir. Sabr haqidagi go'zal so'zlar. Ilohiyotchi olimlar sabrning fazilati va mohiyati haqida ko'p go'zal so'zlar aytishgan. Ulardan ba'zilarini keltiramiz. Junayd Bag'dodiy aytgan ekanlar: Sabr musibat va qiyinchilik dog'ini hech qanday norozilik ko'rsatmasdan tortishdir. Ibn Ataulloh deydilar: Sabr musibat tushganda odob, yaxshi xulq namunasini ko'rsatishdir. Allohning har bir qaroriga, har qanday hukmiga nolimasdan rozi bo'lishdir. Yana shunday deyilgan: Sabr baxtsizlikda ham o'zini farovonlikdagi kabi tutish qobiliyatidir. Havvos aytadilarki, sabr Qur'on, sunnat me'yorlari va hukmlariga og'ishmay, taraddudsiz rioya etishdir. Sabr turlari.
Sabrning turlari ko'p. Birinchi, nafsga nisbatan sabr etish. Shayx Shozali aytadilarki, agar sen yomon do'stdan kechmoqchi bo'lsang, avval o'z nafsingdan boshla. Unga tegishli hoyu havaslarning bahridan o't. Axir boshqalardan ko'ra nafsing senga yaqinroq emasmi? Yaqinlar esa yaxshilik ko'rsatishga munosibroqdir. Ikkinchi, musibatda sabr. Bu Allohning qazosiga nisbatan qarshilik va norozilik qilmaslik bilan ifodalanadi, ammo boshga tushgan g'am-g'ussa haqida shikoyatsiz, nolimasdan so'zlash joiz. Sabrga xilof emas. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu deydilar: Sabr va shukr ikki tuya bo'lib qolganida edi, ulardan qay biriga minishning men uchun farqi yo'q edi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan din, iymon haqida so'rashganlarida javob berdilar: Din, sabr, chidamlilik va kamtarinlikdir. Jobir roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Abu Yal'o rivoyati. Uchinchi, qaytarishga imkoni bo'lmagan nochor qarzdorga nisbatan sabr. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: To'lashga imkonsiz qarzdorga sabrli munosabat sadaqadir, muruvvat va saxiylikdir. Shu sadaqa tufayli Alloh qarz beruvchining bolalari va mol-mulki uchun 70 falokat darvozalarini yopib qo'yadi. Ajluni Kashful Axfo 2-jild. Sadaqa 70 ta yomonlik eshigini yopadi. Tabaroniy rivoyati. To'rtinchi, odamlardan yetgan ozorga sabr etish. Bu sabrning muhim va qimmatli turlaridan biridir. Bunday sabrning fazilatini olimlar ta'kidlaganlar, sufiylar izohlab, tushuntirib berganlar. Bu turdagi sabr Allohni tanish yo'lida asosiy o'rin egallaydi. Odamlar ozoriga sabr etishning fazilati. Muridning asosiy fazilatlaridan biri dindosh birodarlarga nisbatan yaxshi gumonda, yaxshi fikrda bo'lishdir. Bu burchga rioya etmaslik, ya'ni kimdir haqida suizan, ya'ni yomon fikrda, noto'g'ri gumonda bo'lish shu odamning ma'naviy dunyosi, ko'ngli pok emasligiga dalolatdir. Boz ustiga murid o'zini oqlay boshlasa, ya'ni haqligini uqtirish harakatiga tushsa, u holda bilingki, unga Alloh o'z yaqinlari qatoridan joy berishni xohlamayapti. Masalan, tobein, ya'ni ashabi kiromdan keyin kelgan, ammo ularni ko'rgan hamda ularning ta'limlarini olgan zotlar zulm ko'rishsa, zolimlarni duoibat qilishga shoshilmasdilar. Mabodo kimnidir duoibat qilgan bo'lsalar ham, buni Allohning izni ila qildilar. Bunda ular Allohning rizoligini tilagan edilar. O'z g'azablari yoki og'ir ahvolga tushganlaridan emas edi. Chunki ular yaratganni taniganlardan edilar. Shozali hikoya qiladilarki, bir gal zolimlarni duoibat qilishni o'ylab qoldim, lekin bunday duoning ruxsati xususida shubhaga bordim. Shundan so'ng tushimda pirimni ko'rdim. Agar zolimni halok qilmoqchi bo'lsang, shoshilma. Chunki dushmanlarni mahv etishda shoshqaloqlik Allohning yaqinlariga yordam berish istagida bo'lsa ham pinhoniy ehtiroslarga taalluqlidir. Kim Allohning irodasiga raqobat qilsa, bahslashsa, o'z ehtiroslari va nafsiga ergashadi. Adolatsizlik qilgan bo'ladi. Ma'lumki, agar murid o'z nafsini himoya etishga harakat qilsa, unga yutuqlar tilasa, halok bo'lgani shudir. Ya'ni o'z nafsini qo'llab-quvvatlagan banda ma'naviy inqirozga uchraydi. O'z nafsidan rozi holda qolguvchi esa albatta ziyon ko'ruvchidir. Jamiyatimizda hozir bir-biriga zid fikrlilar 100 barobar ko'payib ketdi va bu ijtimoiy bo'linishga olib keladigan omildir. Sizlardan umid shuki, hasad qiluvchilarga iltifotli bo'lib javob qaytarmaysiz, ya'ni ularning fitnalariga e'tibor bermaysiz. Zararli yangiliklar, bid'atlar bilan mashg'ul bu zolimlarning salbiy ta'siridan Allohning suyukli qullarini saqlash uchun shunday yo'l tutish maqsadga muvofiqdir. O'zlarini aqllimiz deb o'ylovchi fikri sayoz bu zolimlar
aslida tushunmaydigan narsalarni yomonlaydilar. Allohdan qo'rquvlari yo'q darajada kam bo'lganidan o'zlari tushunmagan, bilmagan narsalari haqida tortishadilar. Bunday odamlar butun insoniyatga Muhammad alayhissalom vositasida yuborilgan Qur'oni Karim ko'rsatmalariga rioya etmaydilar. Haqni tanimaganliklari bois haqiqat qonunlariga muvofiq yurmaydilar. Yuqorida aytilganlardan maqsad shuki, barcha ezgu ishingizda sabr va haqqa tavakkul eting. Zero u hamisha hozir, barcha homiylarning ulug'i va buyugidir. Har bir narsada o'zi kifoya qiluvchi, olamlarning tarbiya kunandasi hamda hojatlarni ravon qiluvchidir. Jumladan, har bir Musa alayhissalom uchun bir Fir'avn zarur ekanligini doimo e'tiborga olishimiz lozimligini esdan chiqarmang. Haqsizlikka sabr zarurati. Bu zamonda odamlardan yetadigan zulmlarga, yomonliklarga, haqsizliklarga nisbatan sabr etish zarurdir. Shuni doimo yodda tutingki, Alloh yovuz zolimlarga yoxud yomonlikka undab, uni qo'zg'ab yuruvchilarga albatta yengib bo'lmaydigan biror bir kuch, baloni yo'llab qo'yadi. Shuning uchun har qanday banda yaratganidan yomonlik va zulm-u isyondan panoh so'rashi lozim. Bordi-yu banda o'zi begunoh bo'lgani holda biror bir noxushlikka, fitnaga tortilsa yoki tortiladigan bo'lsa, din ilmi o'rgatganidek jaholatga qarshi ma'rifat bilan, yomonlikka nisbatan yaxshilik bilan javob qaytarishi eng go'zal va eng to'g'ri yo'ldir. Agar kishi bunday javobga qodir bo'lmasa, zolimlarning gunohidan o'tib, muruvvat va kamtarinlik ko'rsatsin, toki shu tariqa fitna va fasodga barham bersin. Bordi-yu bunday qilishga ham kuch topa olmasa, fitnachilarning ziyon va zahmatlariga muqobil javob bermasdan, Allohning taqdiriga rozi bo'lgani holatda chiroyli sabr qilsin. Nihoyat, agar ilojsizlikdan uning domiga qaysidir darajada giriftor bo'lgan bo'lsa, yumshoqlik va yuvoshlik bilan chiroyli tarzda undan qutulish chorasini izlasin. Ba'zan hech qanday imkoni qolmagan taqdirda tortishuvli holatni qoldirib, undan yiroqlashgan ma'qulroq. To'qnashuv noiloj bo'lib qolgan holatda ham qodir bo'lgan imkonining eng kam darajasida javob qaytarsin. Yaratgan duosini qabul qilib, ahvolini yengillatguniga qadar zolimlar zulmidan panoh berishini so'rab, tinimsiz, yashirin holda Allohga yolvorsin. Bizdan din ilmi yuqorida zikr etilgan me'yorlarga rioya etishimizni talab etadi. Allohga chin ko'ngildan ibodat qilguvchi kishi o'zining jizzakiligi va tezobligidan ehtiyot bo'lishi lozim. Odatda bu tuyg'u jaholat va xudbinlikning asari bo'lib, raqibga nisbatan muvofiq, qat'iy javob qaytarishga undaydi. Yomonlikka yomonlik bilan javob beruvchi kishiga esa, hatto u mazlumlardan bo'lsa-da, odamlar tarafidan ziyon zahmatlar dengizi yopirilib keladi. Bunday bandaning ikki dunyoda ruhiy halokatga giriftor bo'lishi tayin. Bu o'sha sinov damlarida Allohning o'ziga yuzlanmagani, faqat undangina yordam so'rab iltijo qilmagani uchun yetgan musibatdir. Banda o'z zaifligini tan olib, ojizligiga iqror bo'lib, itoatkorlik bilan Allohga duo qilsa, o'zi uni odamlardan yetadigan har qanday ozorlardan himoya qiladi va qutqaradi. Pirovardida hech qanday qiyinchilik ko'rmaydi. Yoxud shunday bo'lish ham mumkinki, Alloh zolimlarni boshqa narsa bilan band qilib qo'yadi va zulm qilishga ularning vaqtlari yetmay qoladi. Yoki yaratgan mazlumga mehribonlik bilan chiroyli sabr ato etadi va u to yengillik yetgunicha musibat dog'ini munosib ravishda ko'tarishga qodir bo'ladi. Natijada Alloh uni shu tariqa ikki dunyo saodatiga musharraf aylaydi. Chiroyli ibtido bilan boshlangan bu olamning o'zidayoq odamlarga uning sabr darajasi va maqomini ma'lum qilib qo'yadi. U dunyoda esa sabr etuvchilarga ato etiladigan behisob ne'matlar bilan ikrom etiladi. Bu esa hech qanday tasavvurga sig'maydigan cheksiz marhamatdir. Alloh taolo A'rof surasining 137-oyatida
shunday marhamat qiladi. Va xo'rlanib yurgan qavmni esa o'zimiz barakali qilgan yerning mashriqlari-yu mag'riblariga merosxo'r qildik. Sabr qilganlari uchun Robbingning go'zal so'zlari Bani Isroilga tugal bo'ldi. Fir'avn va uning qavmi qurgan narsalarni va ular yuksaltirgan narsalarni yakson qildik. Shuningdek, Nahl surasining 126-oyatida Alloh taolo yana shunday marhamat qiladi. Agar iqob qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga qilingan iqobga o'xshash iqob qiling. Agar sabr qilsangiz, albatta u sabr qiluvchilar uchun xayrlidir. Muqaddas Qur'onda sabr haqida bayon qiluvchi ko'plab boshqa oyatlar ham bor. Albatta, har kim ham bu so'zlarimizdan to'g'ri saboq chiqarib olavermaydi. Zero ko'pincha kishilar bir-birlaridan yetadigan ozor va zahmat girdobida qiynalib yashaydilar. Ularni esa buyuk xatar, ikki dunyo halokati kutadi. Allohning suyukli qullarigina bunday ayanchli holdan mustasnodirlar. Odatda omi kishilar boshlariga biror tashvish yoxud yomonlik tushsa, faqat o'zlariga ozor yetkazganni ayblaydilar. Bu holat ularning Alloh zikri va hikmatidan uzoqlashganliklari sababidan kelib chiqadi. Shaxsiy kuchlari, nafsoniy quvvatlari, o'ylagan hiyla-yu tadbirlariga suyanib, yomonlik qilganga yomonlik bilan javob qaytarishga, qarshi kurashga kirishib ketadilar. Natijada esa odamlardan kelguvchi yomonliklarga chidashlariga to'g'ri keladi. Jazo sifatida yana ma'naviy ko'rlikning zindonida uzoq yashashlari lozim bo'lib qoladi. Hassos va dono kishilar esa odamlardan yetadigan ozor va zahmatlar Allohning qazosi ekanini chuqur anglaganlari holda uni qaytarib bo'lmasligini ham yaxshi biladilar. Shuning uchun o'zlarini kuchsiz, nochor, ojiz his etgan va bunga iqror bo'lgan hollarida yordam so'rab, faqat Allohga yolvoradilar. Shunday qilib, haqiqiy odam bolasi har qanaqa yomonlikdan saqlovchi Allohning quvvatiga mahkam yopishib oladi va uning panohida himoyalanadi. Hech shak va shubha yo'qki, bu bilan odamlardan yetguvchi ozor va aziyatlarni qiyinchiliksiz daf etadi. Hatto fitna olovi alangalangan holda ham Alloh panohida himoyalangan kishiga biror bir ziyon va zahmat yetmaydi. Shunday, hech kim va hech narsa Allohga tavakkul etgan bandaga hukm o'tkaza olmaydi. Ayni kunlarda sabr degan tuyg'uga odamlarning qanchalik muhtoj ekanligi sezilib turibdi. Bunday paytda kimda kim yuqorida zikr etilganidek to'g'ri yo'l, hidoyatda sobit qadam bo'lsa, ikki dunyo saodatiga erishadi. Bu yo'ldan chekinuvchi kishi esa Allohning irodasi bilan o'z nafsining ixtiyoriga topshirib qo'yiladi. Shundan so'ng bunday kimsa odamlardan kelguvchi yomonliklarga o'z kuchi, o'z makri bilan qarshilik ko'rsatib, oqibatda ikki dunyo halokatiga uchraydi. Shuning uchun har qanday ishni hali kishilarning yomonligi yetmay turib, Allohga ishonib topshirib qo'yish, topshirishga ulgurish zarurdir. Ishning boshida yordam so'rab Allohga duo qilganlarning haqqini Alloh to'la-to'kis kafolatlaydi. Mazkur amal oltindan-da qimmat, ayni paytda oson va zudlik bilan omonlikka eltuvchi yo'ldir. Sabr etishga yordam. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sabr etishimizga yordam beruvchi duolarni ko'rsatdilar. Kim bomdoddan so'ng 10 ta maqtovli so'z aytsa, Allohning rahnamoligini va roziligini topadi. Bu duolarning 5 tasi shu dunyoga, qolgan 5 tasi abadiy hayotga tegishlidir. Birinchi, Hasbiyallohu lid-dini. Dinimda men uchun Alloh kifoyadir. Ikkinchi, Hasbiyallohu liman ahmanni. Ishlarimda, tashvishlarimda men uchun Alloh kifoyadir. Uchinchi, Hasbiyallohu liman bag'a alayya. Zulm qilguvchilarning zulmiga qarshi menga Alloh kifoyadir. To'rtinchi,
Hasbiyallohu liman hasadani. Menga hasad qiluvchilarga Allohning o'zi kifoyadir. 5. Hasbiyallohu liman kadani bisuin. Menga yomonlik qiluvchilarga Allohning o'zi kifoyadir. 6. Hasbiyallohu indal mauti. Ajalim yetganida Alloh o'zi kifoyadir. 7. Hasbiyallohu indal mas'alati fil qabri. Qabrimdagi savol javobimda Alloh o'zi kifoyadir. 8. Hasbiyallohu indal mizan. Tarozuda Alloh menga kifoyadir. 9. Hasbiyallohu indas sirat. Sirat ko'prigida Alloh menga kifoyadir. Hasbiyallohu la ilaha huval alayhi tawakkaltu wa huwa robbul arshil azim wa ilayhi unib. Alloh menga kifoyadir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Faqat unga tavakkul qilaman. U ulug' arshning buyuk parvardigori, unga qaytgayman. Burayda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Hokim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi qudsiyda Allohdan rivoyat etadilar. O'z qudratim, qodirligim va ulug'ligimga qasamki, bandalarimdan biri samimiy, ko'ngli to'la ishonch bilan mendan panoh izlaganida, butun yer u ko'k ahli bir bo'lib unga qarshi yomonlikni o'ylasalarda, men albatta unga yordam beraman. Imom Sha'roniyning Mezonul Kubro nomli asarida kelgan 677-bet. Sahobiy Anas roziyallohu anhu Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'proq mana bu duoni o'qiganlarini aytadilar. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Parvardigorim, menga bu dunyoda va oxiratda yaxshiliklar ato et va do'zax olovining azobidan asra. Qatoda roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Kim Al-Kursi oyatini va Baqara surasining oxirgi 2 oyatini o'qisa, Alloh albatta har qanday qayg'u, motam va dardu istirobda yordam beradi. Abu Qatodadan rivoyat qilingan Ibn Sunni rivoyati. Shuningdek, Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam deydilar: Men shunday so'zni bilamanki, uni nochorlikda aytgan kishi albatta yengil tortadi. Bu birodarim Yunus alayhissalom so'zlaridir. Bu so'zlarni u zot alayhissalom tim qorong'ulik, zulmatda aytdilar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Sendan boshqa iloh yo'q. Sen o'zing subhon, nuqsonlardan poksan. Men o'ziga o'zi zulm qilguvchilardan bo'lib qoldim. Sa'd ibn Abu Waqqosdan rivoyat qilingan Abu Yal'o rivoyati. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu so'zga aniqlik kiritib aytdilar. Yunus alayhissalom katta baliq, kit qornida qolganlarida Allohga duo qilganlar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Termiziy rivoyati. Og'ir holatlarda xuddi shunday duo qilgan har bir musulmonning hojatini Alloh ravo aylaydi. Barcha hukm Allohning qo'lidadir. Barcha ishlarning hukmi faqat Allohning qo'lidadir. Borliqdagi yaratilgan narsalarning hammasi uning irodasi bilan u xohlagan suratda harakatlanadi. Bu haqiqatni idrok etgan har bir inson kimningdir keltirgan zarar va ozori uchun g'azab otiga minib olmaydi. Zero u anglaydiki, yuz berayotgan voqelik albatta Allohning xohishi va irodasi bilangina amalga oshyapti. Qutbi zamon Shayx Abdul Vahhob Sha'roniy rahmatullohi alayh Al-Minanul Kubro nomli kitoblarida yozadilar.
Alloh menga shunday bir xayr ato etdiki, uning barokatidan menga zarar va ozor bergan kishini oqlashga urinaman. Uni na ayblayman va na yetkazgan zahmati barobarida javob qaytarishni o'ylayman. Chunki shuni yaxshi angladimki, Allohning iznu irodasisiz hech kim menga na so'z bilan va na amalda ziyon yetkaza olmaydi. Mabodo shunday bo'lib qolguday bo'lsa, albatta unga o'zimning biror bir gunohim sabab bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni, bu holda mening barcha diqqat e'tiborim odamlar xohishiga emas, balki faqat Allohning xohishi irodasi va hukm va qazosiga qaratilgan bo'ladi. Voqealarga nisbatan bunday qarashga ega bo'lgan odam unga ozor bergan kimsadan xafa bo'lmaydi, g'azablanmaydi. Chunki haqiqatda ham yaratganning qazo-yu qadari chin ixlosli bandaning qalbida qahr uyg'otishi mumkin emas. Yomonlik qilgan odamlardan hatto ranjimaslik masalasiga kelsak, shuni aytish kerakki, bu kabi musaffolik va xotirjamlik har qanday ish Allohning irodasi bilan bo'layotganligini anglashning samarasidir. Ozor beruvchi kimsalar xuddi bir kishi bir kishini urayotgandagi qamchiga o'xshaydilar xolos. Oqil odam bu zarbani qamchidan emas, balki qamchini qo'lida tutib turgan kishidan deb biladi. Qazo-yu qadardan g'azablanmaslik tuyg'usi bu yaratganning o'z tuqqan onalardan ham 100 chandon mehribon ekanligiga ishongan kishilarning qarashidir. Shundan xulosa qilib aytamizki, yomonlik qilgan insonga nisbatan g'azablanish bu harakat va ta'sirlarni odamlar tomonidan sodir etildi deb ishonadigan kishilardagina bo'lishi mumkin. Gunoh qilib, odamlar oldida badnom bo'lgan bandaning ko'ngli o'z qilgan gunohi tufayli g'ussa-yu pushaymondan qanchalik vayron bo'lishini o'ylab ko'ring. Agar u bu ishlar uning tug'ilmasidan oldin Alloh tomonidan belgilab qo'yilganini yaxshi bilganida edi, uning ko'nglidagi dard va g'am yengil kechardi. Xullas, ikki dunyoda bitta sodir etuvchi Alloh borligini anglab yetgan banda o'ta xotirjam yashaydi. Bunday kishi o'zi ko'rayotgan va boshidan kechirayotgan narsalardan rohatlanib, ko'ngli to'q bo'ladi. Bu bir ma'noda qiyomat kunidagi do'zaxning zaboniy farishtalarning hollariga o'xshash holdir. Ya'ni gunohkorlarning gunohlari e'lon qilinganida ulardan hech biri jazo farishtalarini ayblay olmaydi va ularga nisbatan hech bir harakat bilan qarshilik ham ko'rsata olmaydi. Xuddi shuningdek, bu hayotda ham faoliyat kimgadir emas, faqat Allohgagina oiddir. Banda o'z faoliyatiga mas'ul, ammo uning yaratuvchisi emas deyilmoqchi. Qiyomatda banda farishtalarni Allohning buyrug'ini bajaruvchilar sifatida ko'rgani kabi, solih kishi ham bu hayotda unga zolimlar tomonidan o'tkazilgan zulmlarning barchasini qazoga ko'ra deb biladi. Ya'ni ko'rgan qiyinchiliklarni odamlardan deb bilmaydi va ularga faqat yaratganning xohish irodasini bajarguvchi bir sabab va vosita sifatida qaraydi. Shuningdek, Imom Sharoniy deydilar: menga Alloh ato etgan yaxshiliklardan biri shuki, so'zi va ishi bilan yomonlik qilganlarga qarshi ba'zilar kabi har xil makrlar o'ylab ko'nglimni toliqtirmayman. Ba'zilar dushmanidan qasos olish uchun qandaydir hiylalar o'ylab hatto tunlarni ham uyqusiz kechiradilar. Musulmon birodarlarim, bir olim yoxud diyonatli kishining eng bo'lmag'ur ishlaridan biri bu yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarib, kimningdir nuqsonini oshkor qilishidir. Tuhmat yoki yolg'on guvohlik berish esa undan ham yomonroq. Zero Alloh bandalarning gunoh va nuqsonlarini ko'rib tursa-da, oshkor etmaydi, yashiradi. Ayni paytda o'zi kabi yo'l tutib, birovlarning gunohini ochmaydigan bandalarni ham yaxshi ko'radi. Xayrixoh bo'lmagan kishilarning nuqsonlarini yashirish barobarida ularning gunoh va ma'siyatlari avf etilishini so'rab, Allohga duo qilish yaxshilar odoblaridandir. Alayhavvos aytgan ekanlar: senga kimdir zahmat va ozor berib, odamlar oldida shaxsingni yerga ursa, buni Allohning ogohlantirishi bilib, o'zing sodir etgan gunoh va xatolaringdan pushaymon bo'l, hamda chin ko'ngildan tavba qilishga urin.
senga nisbatan shunday munosabatda bo'lgan kimsaga muvofiq javob qaytarish va intiqom olish andishasidan o't. Ey birodarlarim, shuni doimo yodimizda saqlamog'imiz darkor ekanki, Allohdan uzoqlashmaganimizda u bizga hech kimni yubormagan va bunday munosabat qilmagan bo'lardi. Chunki Allohga qurbiyat hosil etgan va uni go'yo ko'rib turgandek amal qilayotgan kimsaga na jin va na odamdan hech kim ziyon va zahmat yetkaza olmaydi. Jumladan Imom Sha'roniy yozadilar: Menga Alloh ato etgan yaxshiliklardan yana biri shuki, agar kimdir zulm qilsa, qazoni muhokama etib o'tirmasdan faqat o'zimni ayblashimdir. Bundan ma'lum bo'lmoqdaki, agar gunohimiz bo'lmaganida hech bir tajovuzkor bizga nisbatan zarar yetkaza olmasdi. Demak, yetgan zararni zulm deb emas, ma'siyatlarimiz sababli yetgan ofat deb qabul qilsak to'g'riroq bo'ladi. Qalb ko'zimiz ochilib qolganida edi, bu dunyodagi zolimlar va do'zaxiylarni qiynovchi zaboniya farishtalarning hollari o'rtasidagi o'xshash jihatlarni ko'rgan bo'lardik. Shu bilan birga, bu dunyodagi zolimlarning zo'ravonlik o'tkazganliklari dalilini ham eslamaslikning iloji yo'q. Chunki bu dunyo zolimlarida juz'iy ixtiyor mavjud. Bunday ixtiyor yo'q bo'lgan u dunyodagi zaboniya farishtalarning amallarini shu ma'noda zolimlarga mutlaqo nisbat berib bo'lmaydi. Kimki balo va mazlumlikni istamasa, balo va zulmni keltiruvchi, paydo etuvchi sabablar darvozasini yopsin. Bunga esa barcha gunoh ish va xatti-harakatlardan tiyilish yo'li bilan erishiladi. Musibatning bir xili bandaning sodir etgan xato va gunohlari uchun jazo sifatida keladi. Yana bir xili bandalarni xato va gunohlardan tozalash yo darajasini ko'tarib mursal payg'ambarlar maqomiga yaqinlashtirish uchun yuborilgan bo'lishi ham mumkin. Birinchi xil musibatning alomati shuki, unda Alloh bandaga sabr va toqat bermaydi. Ikkinchi xil musibatning alomati shuki, unda banda hech kimning oldida yetgan balo va musibatdan nolimaydi. Alloh unga shunday qanoat beradi. Uchinchi xil musibatning alomati shuki, u ruhiy sokinlik, xotirjamlik va halovat nashidasi bilan kelib, bandaning qalbida qaror topadi. Ilohiyat olimlari aytadilarki, aqlli odam quduqni aynigan suvdan tozalamoqchi bo'lsa, avval suv keladigan tarnovni yopish kerak. Chunki tarnovdan aynigan suv oqib tursa, buning iloji yo'q. Shuning uchun hadeb noliyvermasdan ko'proq tavba qilish va istig'for aytish lozimdir. Jumladan, yaratganning qahrini keltirganlar uchun ham tavbadan yaxshiroq darmon bo'lmas. O'rganganlarimizdan ravshan bilinmoqdaki, aybdorning bu gunohli ishga mening daxlim yo'q, bu men tug'ilmasimdan avval belgilab qo'yilgan deyishi yaratganiga nisbatan beodoblikdir. Chunki u bu so'zlari bilan o'z nafsini oqlamoqda va bu gapning zamirida itoatsizlik, o'z aybiga iqror bo'lmaslik va gunohini tan olmaslik ifodasi bor. Imom Sha'roniy deydilar: Menga zarar va ozor yetkazganga qarshilik ko'rsatmasligim, meni yerga urganni kamsitmasligim Allohning menga ato etgan yaxshiligidir. Bunday holatga tushganimda nafsimni hisobga, so'roqqa tortaman va yaratgandan kechirim so'rayman, istig'for aytaman. Alloh bilan mashg'ul bo'laman. Alloh huzurida turganimni, meni bandalari ne ko'yga, ne holga solayotganini ko'rib turganini anglayman. Kim bo'layotgan voqealarga shu tarzda qaraydigan bo'lsa, unday kishi barcha jin va odamlar yomonligini sabr va toqat bilan kechiradi. Shuni ham bildimki, qalbi Alloh yodi bilan bo'lgan kimsaga yaratgan o'zgalarning ozor berishlari uchun yo'l bermaydi. Lekin yaratganni unutib, g'aflatga giriftor bo'lganida ozor beruvchini yo'llashi tabiiy holdir. Shuning uchun ilohiyat olimlari qayd etganlar: Odamlar senga ziyon va zahmat berganida, ularning ishini ularni yaratgan xoliqlariga havola et, chunki jilovlari uning qudrat qo'lidadir. Ularga qarshilik ko'rsatishga intilma, yo'qsa toliqib qolasan va yanada ko'proq yomonlikni o'zingga chaqirib olasan.
Yomonlikning ko'payishi qiyomat alomati. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomat yaqinlashuvining alomatlaridan biri odamlararo zulm, zo'ravonlik va yomonlikning ko'payib tarqalishi ekanini bildirganlar. Sahobalar bu paytda qanday yo'l tutish kerakligi haqida nasihat so'rashganida, Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sabr ko'rsatish lozimligini ta'kidlaganlar. Allohning elchisi sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Qiyomatning alomatlari bor. Sahobiylardan biri so'radilar: "Ya Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, uning qanday alomatlari bor?" U zot sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: Masjidlarda fisqu fujur gaplarning baralla yangrashi va adashganlarning solih kishilar ustidan g'olib kelishidir. Shunda bir sahroyi arab so'radi: "O'sha zamonda qanday yo'l tutishni buyurasiz, yo Rasululloh?" Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Yomon deb bilgan narsalaringdan yiroq bo'l, yaxshi amallarni mahkam tut va uyingdan chiqma." Huzayfa roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Boshqa rivoyatda kimdir Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'radi: "Yo Allohning payg'ambari sollallohu alayhi va sallam, agar bizdan o'z qonun qoidalariga rioya etib, haq huquqlarimizdan judo etuvchilar bizni boshqaradigan bo'lsa, o'zimizni qanday tutishni maslahat berasiz?" Allohning elchisi sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Modomiki gunohga buyurmas ekanlar, ularga quloq soling, aytganlariga itoat qiling. Haqiqatda ular o'z qilmishlari uchun o'zlari javob beradilar. Va sizlar o'z qilmishlaringiz uchun o'zlaringiz javob berasizlar. So'raganlarini beringlar, hatto so'rovlarida, talablarida adolatsiz bo'lsalar-da, sizlarga nisbatan vazifalarni bajarishlarini talab qilmang. Agar haq huquqlaringizga rioya etmasalar, ular bilan urushmang, balki sizlardan talab qilayotgan narsalari uchun Allohdan ajrini so'rang. Ular ham, sizlar ham amallaringizga muvofiq javob berasizlar." Alqama otasidan rivoyat qilgan. Termiziy rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ogoh etdilar: "Sizni shunday hukmdorlar boshqaradilarki, ular ham yaxshi, ham shariatga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qiladilar. Kim ularning noto'g'ri ishlaridan norozi bo'lib qabul etmasa, gunohkorlardan bo'lmaydi. Kim ularning yomonliklaridan qalban rozi bo'lmasa ham najot topadi. Lekin kim ularning o'zlarini bunday tutishlaridan rozi bo'lsa, ularga ergashsa, unda ularning gunohlariga sherik bo'lgan bo'ladi." Sahobalar so'radilar: "Ular bilan urushmaylikmi?" Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Yo'q, ular bilan urushib bo'lmaydi. Modomiki namoz o'qir ekanlar. Ummu Salama roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Bu hadisda Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomatga yaqin keluvchi hukmdorlar haqida bizga xabar berdilar. Ularning faoliyati ba'zida yaxshi, ba'zida yomon bo'lishini ham bildirdilar. Kim ularning shariatga to'g'ri kelmaydigan yomon ishlarni til bilan rad etsa, munofiqlikdan qutuladi. Kim ularning noto'g'ri faoliyatini qalban inkor etsa, ularning gunohlariga sherik bo'lishlikdan saqlanadi. Kim ularning yovuzliklariga rozi bo'lsa va ularga ergashsa, gunoh va jazoda ularga sherik bo'ladi. Shuningdek, Allohning elchisi sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Oxirgi vaqtlarda qiyomat oldidan shunday odamlar paydo bo'ladiki, yuzlari odamniki, qalblari shaytonnikidir. Ular yirtqich bo'rilar kabi inson qonini to'kadilar, mehr tuyg'usidan judo, pastkashlik, yomonlik, qabohatdan hazar qilmaydilar.
Agar sen ularga ergashsang, boshingga chiqib oladilar, yashirinsang, sen haqingda yomon so'z tarqatadilar. Agar gaplashsalar, seni aldaydilar, agar ularga ishonsang, seni sotadilar. Bolalari dilozor, yoshlari shayton, keksalari yaxshilikka chaqirmaydi va yomonlikdan qaytarmaydi. Ular orasida topgan izzating xo'rlikdir, ular bilan topgan davlating faqirlikdir. Ular uchun beozor odam adashgan, to'g'ri so'z kishi muttaham, chin mo'min haqir inson, fosiq esa hurmatlidir. Sunnatni bid'at deb biladilar, bid'atni esa sunnat sifatida qabul qiladilar. U vaqtda ularning yomonlari hokimiyat boshiga keladilar. Shunda ulardan yaxshilari Allohga duo etadilar, lekin yaratgan ijobat qilmaydi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Tabaroniy rivoyati. Qachondir qaysidir xalq Alloh va Rasuli sollallohu alayhi va sallam bilan ahdini buzsa, yaratgan ularga bor narsalarini talon-taroj qiladigan, tortib oladigan dushmanlarni yuboradi. Qachondir qaysidir xalqning peshvosi yurtini ilohiy kitobga muvofiq boshqarishni tark etsa, Alloh u elni o'zaro ichki urushlarga giriftor qilib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'kidladilar-ki, kim do'zax olovdan uzoq va jannatiy bo'lishni istasa, ajalini Allohga va qiyomat kuniga ishongan, iymon keltirgan holda qarshilasin. O'ziga ravo ko'rganni o'zgalarga ham ravo ko'rsin, ya'ni odamlarning o'ziga nisbatan qanday muomala qilishlarini xohlasa, u ham odamlarga nisbatan shunday muomala qilsin. Abdulloh ibn Amrdan rivoyat qilingan Muslim va Bayhaqiy rivoyati. Umrining oxiri qanday kechishini, bu dunyoni iymon bilan tark etadimi yoki yo'qmi, hech kim bilmaydi. Saodat bilan ketadimi yo baxtsizlik bilanmi, bu faqat Allohgagina ma'lum. Shu bilan birga yuqorida ko'rsatilganlardan maqsad inson umrining oqibati xayrli bo'lishiga, o'limini Allohga va qiyomat kuniga ishongan holda kutib olishga sabab bo'ladigan narsalarni tushuntirishdir. Hadisi sharifda aytilganidek, inson nimaning ustida vafot etsa, o'sha narsaning ustida tiriladi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Muslim rivoyati. Shuning uchun banda Allohga nisbatan yaxshi gumonda bo'lmog'i, umrimga xayrli yakun beradi deya o'ylamog'i, umid qilmog'i lozim. Shu bilan birga oxirgi dam uchun foydali va zarur nasihat va ko'rsatmalarga e'tibor berib, chiroyli amal qilish payida bo'lmog'i lozim. Shuningdek, odamlardan yetgan ozorga sabr-toqat qilmog'i, unga o'zi istagandek muomala qilishlari uchun u ham odamlarga ular istagandek muomalada bo'lmog'i kerak. Hazrat payg'ambarimiz aytganlaridek, odamlarga yaxshilik qilishi lozim. Insonlardan Allohga eng sevimli bo'lgani ularga eng ko'p foydali bo'lganlaridirlar. Ibn Abi Dunyo Qazoul Havoij asarida keltirgan. Bu hadisdan foyda shuki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bunday odamni Alloh do'zax o'tidan uzoq tutib, jannatga kiritajagiga kafolat beryaptilar. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: ikki ulkan guruh bir-biri bilan urushmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Ular orasida katta jang bo'lib, har bir tomon muqobilini haq bir narsaga, islomga chorlaydi va har bir taraf faqat o'zini to'g'ri deb hisoblaydi. Shuningdek, 30 ga yaqin yolg'onchi Dajjal o'zini Allohning elchisi deb da'vo qilmagunicha, din ilmi yo'qolmagunicha, zilzilalar ko'payib, vaqt tezlashmagunicha, fitnalar paydo bo'lib, g'alayon va qotilliklar ko'paymagunicha, boyligi ko'p kishi zakot, sadaqani kimga berishni o'ylab, topolmay tashvishda qolmagunicha va nihoyat shunday kishini topganda ham u men bunga muhtoj emasman demagunicha, toki odamlar baland uylar qurishda musobaqalashmagunlaricha, toyinki birovning qabri yonidan o'tayotgan, sening o'rningda men bo'lsaydim demagunicha qiyomat
bo'lmaydi. Abu Hurayradan rivoyat qilingan Buxoriy rivoyati. Yaxshilik zoru malomatga sabr etishdadir. Munofiq ikkiyuzlamachi, ko'p noluvchi, boshqalarga juda kam foydasi teguvchi, ko'p bahslashuvchi odam. O'tmish solihlar izdoshlariga odamlardan yetuvchi ziyon va zahmatga sabrli bo'lishni qayta-qayta takrorlab kelganlar. Ulardan biri shogirdiga shunday degan ekan: odamlar ozoriga chiday olishing uchun pashsha chivin va chayon chaqishiga sabr et. Bir gal u pashshalarni o'ldirayotgan muridni ko'rib debdi: tariqat bu Alloh do'stlarining yo'lidir. Sen o'zingni shulardan deb bilasan-u, lekin bir pashshaning chaqishiga chiday olmay g'azabing o'tini so'ndirish uchun uni o'ldiryapsan. Shayxlardan birlari aytdilar: muridning eng ulug' axloqi mo'min birodarlarga hurmat saqlashi, ularga chiroyli muomala qilishi hamda kiyim, taom va pul g'amlab qo'ymasligidir. Shibli shifoxonada ekanlarida bir jamoat u kishining ziyoratlariga kelishdi. Ulardan so'radilar: sizlar kimsizlar? Dedilarki, sening do'stlaring, seni ko'rgani keldik. Shunda shayx ularga qarata tosh ota boshlagan edilar, darrov qochib qoldilar. Shunda ul zot aytdilar: o yolg'onchilar, agar meni sevganingizda edi, men bergan ozorga sabr etgan bo'lardingizlar. Solihlardan biri shunday degan ekan: agar qandaydir dunyoviy narsa uchun jahlingni chiqarmaslikka quvvating yetsa, shunday qil.